Ustiga 250 ming, 300 ming pul berishinglar ham shart emas. Shunaqa yaxshi kir mashina olgansizlar, lekin buni qanaqa qilib to'g'ri uстановка qilishni bilmayapsizlar. Videoda oxirigacha ko'rsanglar, qanaqa qilib полный to'g'ri uстановка qilishni ko'rsatib beramiz. Birinchi bo'lib qiladigan ishimiz barabanda shunaqa 4 ta bolt bo'ladi o'zida. Bularni yechib olish kerak. Yechib olish uchun o'zidan shunaqa orqasidan ключlari ham chiqadi. Shunaqa. Shu barabanda o'ziga tushadi. Shuni yechib olsanglar bo'laveradi bemalol. Buni mana boltni olganinglardan keyin shu bolt bo'ladi mana. Shunaqa bolt chiqadi. Shu bolt polni qora shinankasi bilan, rezinkasi bilan qo'shib olgandan keyin uni o'rniga shunday holatda kiydirib qo'yiladi. Shuning uchun deb o'ylaydi. Bu har xil hasharotlar kirib ketmasligi uchun bo'ladi. Ikkinchi asosiy qilinadigan ish bu o'zining shinankasi bo'ladi. Ko'pchilik buni noto'g'ri tashlaydi. Shu yerini ham yechib oladi. Buni обязательно yechmash kerak. Shu tikka holatda silib qilish kerak. Buni yechib oladigan bo'lsanglar, tagidan suv qo'yib yuborish mumkin. Kir mashinamiz o'zidan shunaqa suv ulash uchun отдельный shinankasi chiqadi. Bu shinanka yuklangan tomoni kir mashinani o'ziga shuni kiydiriladi, qatirib qo'yilaveradi. Xo'p, yana bitta uchini bo'lsa, suv uylagi ulaysizlar. O'zining ichida filtrlari ham bo'ladi. Kir mashinani qo'ygan joyingizda urvin bo'lsa, urvindan chiqarib keyin o'rnatinglar. Foydali, manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib, podpiska bo'lib qo'yinglar.